Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar, tanlov komissiyasi a'zolari. Tuman hokimi tomonidan e'lon qilingan mahalla Sovutepa, Go'zallik, Ko'kchekka mahallari xotin-qizlar faol nomzodlar suhbat bosqichi bo'lib o'tmoqda. Ushbu suhbatga Tojiyeva Saboha, Ibadullayeva Fatima, Rahmatullayeva Madina ishtirok etmoqda. Tanlov komissiyasi a'zolaridan tanishtirib o'taman. Tanlov komissiyasi raisi o'rinbosari Sherova Zulfiya, a'zolari Shoira Nigina, Qurbonov Qoyimurod, Zaydullayev Fayzulla va Qodirov Abdurashid. Marhamat, Ko'kchekka mahallasidan boshlaymiz. Rahmatullayeva Madina. Qo'shingiz mumkin, qolganlar chiqib. O'zingiz tanishtirib, Gapirib o'tiring. Komissiya qilib o'tiring. Assalomu alaykum. qattiqroq faqat. Assalomu alaykum avvalambor. Ismim Madina, familiyam Rahmatullayeva. 1998 yil tug'ilganman. Ko'klam mahallasida yashayman. Ma'lumotga chiqqanman. Bir nafar farzandim bor. Ma'lumotim Termizga oliy. Toshkent amaliy fan universitetida o'qiyman. 2-kurs bitirib, 3-kursga o'taman. Sizga reyting programmasi orqali 5 ta savol beriladi. Agroga taraf savollar ko'ryaptimi? Marhamat, o'qib chiqib, tanishib, javob berishingiz mumkin. Birinchi savol. Zamonaviy oila deganda qanday oilani tushunasiz? Bitta javob beryapsiz. Yo'q, xohlaganingizdek. Zamonaviy oila deganda qanday oilani tushunasiz? Zamonaviy oila deganda o'qimishli va hozirgi yaratilayotgan shart-sharoitlarga umumiy foydalanib, ularni o'zlariga to'g'ri qabul qilib, o'zlari uchun yetuk yo'llar ocha oladigan oilalarni zamonaviy oila deb tushunaman. Ikkinchisi, 2022-yildan ayollar daftariga qanday toifadagi xotin-qizlar kiritiladi? Ayollar daftariga zo'ravonlikka uchragan ayollar, oilaviy zo'ravonlikka uchragan. Nogironligi bor ayollar, oilasida kamchiligi bo'lgan, kam ta'minlangan oilalar kiradi. Uchinchi savol. Mahalladagi xotin-qizlar faol lavozimiga nomzodlar qanday kasbiy va ijtimoiy sifatlarga ega bo'lishi kerak? Xotin-qizlar faol lavozimiga nomzodlar o'qimishli bo'lishi kerak va ma'naviy va ma'rifatli bo'lishi kerak. Psixologik taraflama ham yetuk bo'lishi kerak. Ular chunki oilalar bilan suhbatda bo'ladi. Shunday deb o'ylayman. To'rtinchisi, shar'iy nikoh va u bilan bog'liq muammolar. Shar'iy nikoh qonuniy nikohdan so'ng o'qiladi. U bilan bog'liq muammolar Nikohsiz. Ma'lumning ro'yxatdan o'tmaysiz. Shar'iy bilan qonuniy nima muammolar? qonuniy nikohdan o'tmagan, shar'iy nikoh, faqat shar'iy nikoh bilan yashab kelayotganlarda bo'ladigan muammo. Ajrimlar ko'p bo'ladi, sababsiz ajrimlar ko'p bo'ladi va ular beshinchi savol. O'zbekiston Respublikasining oila qo'mitasi qanday organ?
Qonun chiqaruvchi organ hisoblanadi. Siz shar'iy nikohda turmushga chiqarmidingiz agar? Yo'q. Shuni tushuntirib bering. Ulardan qanaqa bo'lishi mumkin? Ne o Kelishmovchilik bilan ajrashib ketsak, keyin oilaviy muammolar ko'payadi. Farzand muammosi, keyin to'lov olmaydi yerada. nima er-xotin birga jamg'arib borilgan mulklar teng bilan bo'linmaydi. O'rtada qoladi. Mana shu shunday deb tushundim. Hozir qarang, siz Ko'kchekli mahallasining xotin-qizlar faoliga suhbat jarayonidasizlar. Siz ko'klar mahallasi qatnashga qiynalmaysizmi? Agar tavsiya qilsangiz. Qiynalmasam kerak, ko'ramiz. Oilaviy sharoit, masalan, kechasi janjal bo'ladi. Oilaning bizni sizni chaqiradi. Xo'p, o'rtasida 10 kilometr bir farq bor. Bora olasizmi? Turmush o'rtog'ingizga borib, shunday holatlar ko'p bo'ladi. Turmush o'rtog'im roziligini keladi. Ikkinchi savolda qarang, 2022 savolni o'qidingizmi? Ikkinchi savolni o'qib beringda, bir yaxshiroq o'qisangiz. 2022-yildan ayollar daftariga qanday toifadagi xotin-qizlar kiritiladi? Hozir nechinchi? 2025, 5-yil yozilyapti. 2022. Ben diyor ayarla daftari chiqdi. Ikkidan beri ayarla daftari. O'sha yildan beri qanday ayollar daftariga kiritiladi? Shundan ayollar daftariga kiritilishi o'zim bilma deb toifasi. Ha, nechta toifa bor deydi misol. Ayollar daftariga necha yoshda kiritiladi? 30 yoshga Yuqori. 30 yoshga to'lgan, Ha, 31 yoshga. Kim kiritiladi? xotin-qizlar faol. Bo'ldimi? Javobingiz tugadimi? Qarabaki, men javobim Qarang, komissiya savollar bo'lmaydi, qo'shimcha. yo'q. Savollardan komissiyada e'tiroz yo'qmi? Rahmat ishtirokingiz uchun. Bo'laylik siz, taningizga bo'lmadi. Kiring siz. O'z haqingizda qisqacha ma'lumot bering. Fatima. Familiar ismingiz? Abdullayeva Fatima Salmat qizı 1999-yil tug'ilganman. Kattaroq. 1999-yil tug'ilganman. Oliy ma'lumotli Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlaganman. Qaysi mahallada ishlaysiz? O'zim Zarabtog' davlati Paxtakor qishlog'ida ishlayman. Sizga endi programma asosida 5 ta savol berdi. Savollar ko'rinyaptimi? Marhamat o'qib chiqib, tanishib javob berishingiz mumkin. Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasining asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlari. Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasining asosiy vazifalari mahallada, eng avvalo mahalla, tuman, viloyat, respublika hamma markazlarimizda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, band qilish, ularga kerakli yo'l-yo'riqlarni ko'rsatish. Asosan oila degan tushuncha ham bunga qo'shilgan, sababi xotin-qizlar masalalarida oilani o'rni juda yuqoriroq bo'ladi. Oilada tinchlikni saqlash, unga qanaqa oilani tinchlikni saqlash uchun nimalar qilish, o'sha narsalar yuklatiladi oila va xotin-qizlar qo'mitasiga. Asosan oila va xotin-qizlar bilan ishlash. Mahallalarda yoshlar yetakchisi lavozimi va uning vazifasi. Yoshlar yetakchisi asosan yoshlar bilan ishlaydi. Yoshlar bilan ishlash sababi hozirgi kunda yoshlarimiz juda ko'pchiligi noqonuniy ishlar bilan shug'ullanib ketib yoki chetga chiqib ketib,
o'zimizda ish bo'la turib boshqa ishlarga urinib ketib, boshqa chet davlatlarda ishlarga o'tib ketyapti. Mahallada yoshlar yetakchisi buni nazoratga oladi. Qaysi mahallada nechta yoshlar bor, nechtasi ish bilan ta'minlangan, nechtasi ishsiz, hammasini o'rganib chiqib, o'shalar ish bilan ta'minlaydi. Ish bo'lmasa hunar bilan ta'minlaydi. Davlat ishi bo'lmasa, qo'lda bironta hunar bo'lsa, boshqa bir tashkilotga biriktirib berishi mumkin. Yoshlar yetakchisini vazifasi shulardan iborat. O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar davlat qo'mitasi markaziy apparati tuzilmasi haqida gapirib bering. Xotin-qizlar markaziy apparat tuzilmasi. Davlat qo'mitasi markaziy apparat tuzilmasi haqida gapirib bering. Boshqacha o'rinbosari haqida gapiradi. Boyagi O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar davlat qo'mitasi Markaziy qo'mita bitta. Endi nima bo'ladi o'sha gapiringda tushunchangizni o'zingiz. Markaziy apparat respublika apparati, keyin viloyatlararo, tumanlararo, shuni so'rayapman. Tumanlararo, keyin mahallalarga bo'linadi. 4 respublika, viloyat, tuman, mahalla apparatlariga bo'linadi. Respublika bo'yicha umumiy olganda. Ishsizlikni kamaytirish bo'yicha qanday takliflar bera olasiz? Ishsizlikni kamaytirish uchun O'zbekiston emas, umuman butun dunyo bo'yicha o'tadigan takliflarni bu tadbirkorlikni rivojlantirish. Tadbirkorlik rivojlangandan keyin tadbirkor kamida 10 ta, 20 ta, 50 ta, 100 tagacha ishchini ola oladi o'ziga ishlashga. Asosan tadbirkorlik bilan shug'ullanish kerak. O'rta maxsuslarni ham ishlayotgan bo'lsa, ishdan olmasdan ularni maqsadli yo'nalishlar orqali oliy ta'limga yo'naltirib, o'shalardan ish bilan ta'minlasa bo'ladi. Tadbirkorlikdan tashqari o'zida hunari bo'yicha uyida, masalan, hunarmandchilik bilan, to'quvchilik bilan, tikuvchilik bilan ishlash uchun Nima qilish kerak o'shaning uchun? O'shaning uchun mahallalarga yuboriladi masalan. Nima qilish kerak? To o'shagacha borish uchun nima qilish kerak? Kasb hunarga o'qish kerak. Masalan, baqalarda o'qitishdan avval o'zini qo'lda hunari bo'ladi-yu, uyda o'tirgan bo'ladi. Masalan, ishim yo'q, men ishga olmayapti deb o'tirgan bo'lsa, o'shalarni so'rab, masalan, sizni qo'lingizdan tikuvchilik keladimi? Ha, keladi desa, tikuvchilik bo'yicha sharoit yaratib berish kerak. Yo'q, lekin istagim bor desa, o'qitishsa bo'ladi-da. O'zbekiston Respublikasida qanday siyosiy partiyalar bor? O'sha siyosiy partiyalar 4 ta, yaqinda menimcha 1-2 bo'ldi, 5 ta siyosiy partiyaga bo'lingan. Davlat partiyada sanab bering. Partiyalar Ekologik partiya, Xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish partiyasi, O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi, Xalq Adolat sotsial partiyasi. O'sha 5 ta partiyaga bo'lingan. Qo'shimcha savollar bo'lsa berishingizmi? Ikkinchi mahallalarda yoshlar yetakchi lavozimi vazifalarimiz-ku. Shuni vazifasi asosiy vazifalar aytilmadingizda, nimalar yana vazifalar bo'ladi? Qilish kerak bo'lsa. Tadbir o'tkazish kerak. Yoshlarni tashkil etish. Narsalar ham qila oladimi? Yetakchi nima qiladi? Nima shu vazifalar? Muhim narsani aytish kerak o'rda hozir bilasizmi? Kontrakt to'g'rimi ularga? Yana nima qiladi? Armiyani yarim to'lab beryapti, to'g'rimi? Armiyaga yarim to'lab beryapti. Kontrakt to'lab beryapti, qancha so'm miqdorini, to'g'rimi? Oyda 2-3 bo'lsa, Necha yoshgacha yoshlar hisoblanadi? Yoshlar 16 yoshdan 25 yoshgacha. Qarang, 4-insonda ishsizlikni kamaytirish bo'yicha qanday taklif bo'ladi? Siz mahallaga o'tkazib ta'sir bermaysiz. Ishchilarni boshlaysiz. İşte mahallani o'rganishdan boshlaysiz. Mahallada ishsizlar sonini o'rganishdan boshlaysiz, birinchi. Ayol erkak farqi Yo'q, men hozir vazifam xotin-qizlar faolligi bo'lgani uchun faqat xotin-qizlar bo'yicha shug'ullanishim mumkin. Masala bo'yicha umumiy shug'ullanadigan o'zini bunaqa tashkilotlar bo'ladi. Ikkita oila urushib qolgan. Muhokama qila olasizmi? Muhokama qilaman. Ikki tomonni ham eshitgan holda o'rtada obyektiv yoki subyektiv qarorga kelishiga yordam beraman. O'zingizda kuch iroda borligiga ishonasizmi? Ishonaman. kechasi janjal bo'lib qoldi. O'sha o'rtada o'tamiz. Iborada Siz vazifam oila kuyiga qatnab ishlay olasizmi?
Traktörden. Paxtakordan o'ynab qo'yib bora olasin. O'ynakor o'zolmadi. Qaysiga? Qaysiga topshirgan bu? Qaysiga o'tgan? Sog'liqqa o'ynab yonma yonma Sog'liqqa yo'l do'sti-yu. Sog'liqtepa siz Tushuntirarlar. Boshqa qo'shimcha savollar bo'lmasa. Ana hozir 3-savol o'qidingizki, respublikasi oila xotin-qizlar davlat qo'mitasi markaziy apparat. respublika viloyat tuman dedingiz. Masalan, viloyatdan qo'mitada yurtami? Boshqa. Shoshmayapti-da. Viloyatdan qo'mitada yurtasiz. Adash. Viloyat endi qo'mita bo'ldi. Asl tumandan qo'mitada yurtasiz. Asl viloyat Xotin-qizlar qo'mitasi-yu. respublika qo'mitasi. Yo'q, respublika qo'mita emas. O'zbekiston Respublikasi markaziy apparati. Davlat qo'mitasi markaziy Masalan, viloyatdan qo'mita yurtadi. Oila va xotin-qizlar nimasi? Viloyatim oila va xotin-qizlar Qo'mitasi. Qo'mitasi deydi. Biz savol berilyapti. Qani biladi. Endi chalg'iydi hali Masalan, o'zi departament shisi Boshqa savollar yo'q, Akram aka? Xo'p, qo'mita boshqarma bo'lim deyolmaydi. Viloyat boshqarmasi Nomzodlar bo'lsa, hurmatli komissiya a'zolari, muhokamani keyin davom ettirasizlar, hurmatli komissiya a'zolari. Eshit. Muhokamani keyin davom ettirasizlar. Nomzodga savollar yo'q bo'lsa, keyingi nomzodga navbat berishlaringiz mumkin. Rahmat. boraverishimiz mumkin. Hali biz e'lon qilamiz. Hozirgi saboqlar. Naqob bo'lib, o'z saqizasini so'nov berib. Kattaroqqa ovoz baland. 1993-yil Sayful mahallasida tug'ilganman. Shu tumani Arsenal kollejida kutubxona yo'nalishini bitirish, kutubxonada ish faoliyatim yuritganman. Hozirda O'zbekiston Davlat madaniyat san'at institutida kutubxona yo'nalishida tahsil olib 3-kursga o'tdim. Tugallanmagan olim. Tugallanmagan olimman. Sizlar endi qo'yilgan saqlam 5 savol berdi. Savollar ko'rinyaptimi? Nikoh shartnomasi nima? O'qib chiqib tanishib javob berishingiz mumkin. Oila va xotin-qizlar privatsiyasiga faoliyatni yo'nalishlari nikoh shartnomasi birinchi savolimiz nikoh shartnomasi nima? Nikoh shartnomasi oila tuzishdan oldin ikki tomonning birgalikda kelishuvi hamda ikki tarafning ya'ni nikoh tuzuvchi asosiy kelin va kuyovning nikoh shartnomasida ko'rsatilgan qoidalarga o'qib rioya qilib shartnoma tuzib nikoh shartnomasini qo'lga kiritib turmush qurishadi va shar'iy nikohlar o'tadi. Nikohlar o'tadi. Oila qurib, munosabatlarni tiklaydi. Oila va xotin-qizlarning davlat qo'mitasining asosiy vazifasi va faoliyat yo'nalishlari. Oila va xotin-qizlarning asosiy vazifasi menimcha shu xotin-qizlarni bandligini ta'minlash, ularning oilada zo'ravonlikka uchramasligini harakat qilishi, asosiy hozircha kelinlar, qaynonalarning maslahatini tiklash va o'sha xotin-qizlarning qonunini himoya qilib berish deb o'ylayman. Huquqini himoya qilib berish. Oilaviy tadbirkorlik qanday turlarini bilasiz? Masalan, oilaviy tadbirkorlik xotin-qizlarni hozirda ish bilan ta'minlash, uyda o'tirgan holda tikuvchilik bo'yicha, firma tashkil qilib berish bo'yicha. Ba'zi oilalar masalan kelinlarni ishga yuborgisi kelmaydi, uyida oilaning ichida tadbirkorlik qilishiga yo'l qo'yib berish mumkin. Masalan, hammani ham ishga qo'ymasligi mumkin. Shuning uchun oilaning haqida ularga tadbirkorlikni o'rgatishda birinchi o'rinda qo'yish kerak. Xotin-qizlarning tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish. Xotin-qizlarning tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish 2019-yilda qaror qabul qilindi. Bu qarorda birinchi o'rinda xotin-qizlarning zo'ravonlikdan, masalan, oilada yerdan tayoq yeb, hech qanday joyga borolmay shu o'tiradi. Hozir esa xotinlar ham
qonunlarni bilyapti. Bilib qayerga murojaat qilishlarini o'rganyapti. Ularni ishda ham xotin-qizlarni o'rni, ularga qanday qonunlar yaratilganligini hozirda hamma fikringizda aytingda, siz asoslaydigan fikrimda asosan birinchi o'rinda ayollarni bilimli qilishga qaratish kerak. Masalan, bilimli ayol bo'lgandan keyin o'sha sohada tortib ketalarida, u bilimsiz bo'ldimi, yosh bola birinchi sinfga chiqqanda unga o'rgatish kerak. Ayol bilimsiz bo'ldimi, demak u bolaga o'rgata olmaydi. Demak, o'sha bola yaxshi bilimli bo'lmaydi. Birinchi o'rinda ona bilimli bo'lsa, bolalar yaxshi kelajakda voyaga yetadi deb o'ylayman. Beshinchisi, pay tizimi nima? Lazımı şunu ma'lum. Birinchi marta savolda xotin-qizlarni tazyiqli javob himoya qilish bo'yicha nimalarni taklif qilasiz? Ya'ni mahallada xotin-qizlarni himoya orderi degan nima bor? Shuni hujjatida xulosani himoya orderini kim beradi? Profilaktika inspektorimi yoki xotin-qizlik faolimi yoki o'sha yetakchimi, men mahalla raisimi? Birinchi Savollardan kamisa e'tiroz yo'qmi? E'tiroz yo'qmi? Rahmat, bo'lishingiz mumkin. Kadringizga ma'lum qilmadi. Rahmat ishtirokingiz uchun. Rahmat Akram aka, bizda tugadi. Hurmatli komissiya a'zolari, bundan keyingi suhbatlarda nomzodlarni bilan bergan savollar javobini o'sha yoki nomzodni savollarga javob berib bo'lgandan so'ng nomzodni oldida muhokama qilish kerak. Nechtasi to'g'ri javob berdi, nechtasi noto'g'ri javob berdi. Yoki umumiy qilib oxirida yakuniy javob berish kerak. Va agar har bitta savolni orasida o'zimizni ham vaqtimizni o'g'irlab, nomzodlarni ham vaqtini o'g'irlab, bir-birimiz bilan muhokama qilishimiz mantiqqa to'g'ri kelmay qolyapti. Sizlardan iltimos shuni inobatga olishlarini so'raymiz. Nomzodlarni savollarga bergan javoblarni odilona va haqqoniy javob baholagan holda shaxsiy komitetga ma'lum qilishingizni so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat sizga.